Nega namoz uchun tahorat olamiz, hoji? Alloh shunday istagani uchun albatta. Lekin nega? Seningchi nega? Toza bo'lish uchunmi? Mana tugunni ham yechding. Unda nega aynan qo'llar, nega yuz, nega oyoqlar? Bilmayman, hoji. Yuzimizni yuvamiz. Chunki Allohning huzuriga yuragimiz bilan chiqamiz. Yuragimizdan kechayotganlar yuzimizdagi chiziqlarda aks etadi. Shu sababli Alloh huzuriga borishdan oldin yuz yuviladi. Qo'llarimizni nega yuvamiz? Qo'llarimiz haromga tegadi, adolatsizlikka tegadi, yomonlik qiladi. Balki biz sezmagandirmiz, lekin qo'llarimiz tekkan joydan kirlanadi. Unda oyoqlar-chi? Oyoqlar odamlarni olib boradi, to'g'ri yo'lga ham, egri yo'lga ham. Shuning uchun oyoqlar ham o'tmishdan tozalanishi kerak. Tahorat olayotganda suvga Allohning rahmatiga erishajak kishidek yuguring. Alloh suvni o'ziga ibodat qilish va unga yaqinlashish vositasi sifatida yaratdi. Alloh bizning gunohlarimizni kechirib, qalbimizni marhamat ila tozalagani kabi suv tashimizni tozalaydi. Shuning uchun suvga yuvib Allohni zikr qilamiz. Men bundan buyon doim tahorat olaman. Kuniga 15-20 marta tahorat olaman yana.